Bu mevani juda ko'pchilik xush ko'radi va bu bejiz emas. Chunki u kayfiyatni ko'taradi. Banan. Ta'mi juda ajoyib, hammaga yoqadigan, deyarli hammaga yoqadigan meva. Och qolgan odam banan iste'mol qilsa nima bo'ladi? Qorni to'yganini his qiladi. Bananlar odatda dunyoning tropik hududlarida o'sadi. Bananlarni yashilligidayoq uzishadi, yo'lda pishib yetiladi. Ko'pincha bu mevalar hali yetilib pishmagan holatda sotiladi. Yetilishi uchun ularni xona haroratida saqlash kerak. Shundan so'ng gazeta qog'oziga o'rab qo'ysangiz, yana 4-5 kun sovutgichda yaxshi turishi mumkin. Po'chog'i to'q jigarrang bo'lsa ham mevasi yangiligicha qoladi. Yetilmagan bananlarda erimaydigan kraxmal mavjud. U ingichka ichakda hazm bo'lmaydi. Yo'g'on ichakda fermentlanib, ko'pincha qorinni dam qiladi. Yetilish asnosida kraxmalning ko'p qismi qandga aylanadi. Shuning uchun yetilgan bananlar ancha shirin bo'lishidan tashqari yaxshiroq hazm ham bo'ladi. Shuning uchun va allergiyaga kamdan-kam hollarda sabab bo'lgani uchun ba'zi katta yoshli odamlarda u migrenni paydo qilishi mumkin. Bananlarni emadigan bolalarga ham berish tavsiya qilinadi. Oshqozonida muammo tug'ilgan bolalarga ham banan iste'mol qilish foydali ekan. Masalan, AQShda diareyada bolalar parhezi tavsiya etiladi. Parhez tarkibida banan, guruch, olmali pyure bo'ladi. Oshqozon yarasi bo'lgan ko'pchilik odamlar banan og'riqni kamaytiradi degan fikrda. Balki bunga banan mevasining yumshoqligi sababdir. Demak, oshqozon yarasida banan yeyish foydali ekan. U oshqozonda mavjud yaralarning tuzalishiga yordam berib, yangilarining paydo bo'lishi oldini oladi. Banan oshqozon shilliq qavati va hujayralarining tiklanishiga ham yordam beradi. Banan tarkibida mushaklar va asab faoliyatida muhim rol o'ynaydigan kaliy ko'p. Bu modda qon bosimini me'yorga solishda ham ahamiyatli. Yangilari kabi quritilgan bananlar ham tabiiy qand moddasiga boy bo'lib, hazm bo'lgach qonga tez singadi. Shuning uchun ko'p sportchilar, ayniqsa tennischilar, musobaqa oldidan va keyin banan iste'mol qilishadi. Yashil bananlar, plantain bemaza hazm bo'lishi qiyin bo'ladi. Tarkibida tanin ko'p bo'lgani uchun ancha nordon, taxir, achchiq tuyuladi. Yetilgan mevalardan ko'ra yashil bananlarda kraxmal ko'proq bo'ladi. Ba'zi tadqiqotchilarning fikricha, yashil bananlarga asoslangan parhez oshqozon saratoni bilan kasallanish ehtimolini kamaytirar emish. Ayni paytda bu borada ko'plab tadqiqotlar olib borilmoqda. Quritilgan bananlarning xuddi o'shancha massasida yangi bananlarga qaraganda kaloriya 5 baravar ko'p bo'ladi. Hindistondan boshqa mamlakatlarga qaraganda aynan Hindistonda ko'proq banan yetishtiriladi. Sprinter Linford Christie, Olimpiya o'yinlarining oltin medal sohibi, musobaqa yoki mashqlar oldidan pishirilgan plantain iste'mol qilar ekan. Ana shunaqa gaplar. Sizchi bananni yaxshi ko'rasizmi?